Surxondaryo viloyati va Sho'rchi tumani hokimliklari, viloyat prokuraturasi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tashabbusi bilan Sho'rchi tumanida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 31 yiliga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu xususida. Sanaga bag'ishlangan bayram tadbirida aytib o'tilganidek, o'tgan yillar davomida yurtimiz tinchligi, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini ta'minlash borasida qanday ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan bo'lsak, bularning barchasiga Konstitutsiyamiz tufayli erishmoqdamiz. Bundan tashqari, asosiy qomusimiz har tomonlama xalqaro huquqiy me'yorlarga to'la javob berishi bilan ham dunyo hamjamiyati tomonidan alohida e'tirof etilmoqda. Shuning uchun ham bosh qomusimizning ahamiyati va mohiyatini, hayotimizdagi o'rni va ta'sirini, qadr-qimmatini yanada chuqurroq anglab bormoqdamiz va unga bo'lgan hurmat e'tiborimiz ham tobora ortib boryapti. Shu o'rinda aytish kerakki, mazkur mahallada 3 oy davomida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla mezonlari doirasida keng qamrovli bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari jadal olib borildi. Albatta, bu ijobiy ishlar xalqchil asosiy qonunimiz Konstitutsiya sababli amalga oshirilyapti. Mahalla ahli bu o'zgarishlardan mamnun va shukronalik keltirmoqdalar. Mahallamizda obod mahalla tamoyili asosida bir necha oydan beri ishlar olib borildi. Asfalt ko'chalar, maktab, mahalla idorasi, ambulatoriya hamda bolalar bog'chalari qaytadan remont qilindi. Xalqimiz bularni ko'rib juda xursand. Prezidentimizning eng chekka qishloqlardan bo'lgan Xo'jchakil mahallasiga e'tibori xalqimizning qalbida juda kuchli bir ko'tarinki g'urur o'rgatib berdi. Shu narsani aytishimiz kerakki, biz bu narsalarga har doim lapa deb javob berishimiz kerak. Qilingan narsalarni saqlashimiz kerak, asrashimiz kerak. O'quvchilarning bilimi yanada kuchli bo'lishi kerak. Ana shunda biz prezidentning aytganiga lapa deb javob bergan bo'lamiz. Hayotimiz qomusi hisoblangan Konstitutsiya kuni munosabati bilan bo'lib o'tayotgan tadbirlarning ko'lami, uning mazmun va mohiyati kabi nihoyatda keng. Aytish mumkinki, u barcha jabhalarni qamrab olganligi bilan ham ahamiyatli. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra 2022-yil 25-iyundan 2022-yil 5-iyulgacha, demak, portal umuman mana shu davlat tashkilotlari, fuqarolar tomonidan 60 mingdan ortiq taklif kiritildi va mana shu yangi konstitutsiyamizga 6 ta yangi modda va 16 ta qo'shimcha yana ko'plab moddalar kiritildi. Jami 155 ta moddadan iborat konstitutsiyamiz qabul qilindi. Aynan 24-bobga qaraydigan bo'lsak, demak, bitta bob qo'shildi. Bu ham bo'lsa advokatura institutining tashkil etilganligi. Bundan tashqari, mana 2-bo'limda inson va fuqarolar huquqlari, erkinliklari burchlari 50, 52, 49-moddalarga aynan ta'limga qaratilganligi, ya'ni o'qituvchilarning huquq va erkinliklari kafolatlanganligini biz ko'rishimiz mumkin bu konstitutsiyada. Ta'kidlash joiz, bu kabi tantanavor uchrashuvlar, erishilayotgan yutuqlar va qo'lga kiritilayotgan marralar eng muhimi yangilanishlar sari dadil odimlashimizda aynan Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan me'yorlar muhim o'ringa egadir.